Mardon aka, biz ham odamlarga o'xshab chet elga, Yevropaga chiqaylik. Nima qilasiz Yevropada? Yevropani taomlarini yegim kelyapti. Masalan, Gruziyanikini. Sizni Gruziyaga olib boraymi? Hozirmi? Hozir. Ketdik. 1, 2 sakraymiz. 3. Opa, biz Farg'onada joylashgan Flaurus Family restoranidamiz. Bu Gruziya emas, Mardon aka. Zaten bu yerda Gruziya taomlarini qiladi. Rostdan? Ha, ket ichkariga. Ichkari uncha chiroyli, rostdan ham Yevropani atmosferasini berar ekanmi? Bu yerda turli tuman gullar bo'lib, hammasi tabiiy ekan, hattoki stolda taksi ham. Ana Dilfuza zavtraklardan bitta olingchi. Ertalab soat 8 o'zi zavtrak tayyor ekanmi? Albatta. Qani bitta tatib ko'raylik-chi. Juda mazza Mardon aka, maqtaganingizdan ham zo'r ekan. Albatta. Qani bunisidan ham tatib ko'raylik-chi. Bismillah. Zo'r. Dilfuza, bu Gruziyaning milliy taomlaridan biri hinkali, manda qo'rilgan, sizda qaynatilgan. Qani bir tatingchi buni ham? Sochni ekanmi? Bu oilaviy restoran bo'lib, bemalol yaqinlaring bilan kelishlaring mumkin. Bolalar uchun o'yingohlari ham mavjud ekan. Dilfuza, bundan tashqari Klaus restorani yangilik qilgan. Bu yerda italyanskiy morojnoye, belgiyskiy vafellari bor. Kurasonni ichiga maroj solib berishyapti ekanmi? Ko'ryapsizmi, qanaqa joyga olib keldim sizni? Mardon aka, men o'zim rostdan ham Yevropada o'tirgandek his qilyapman. Zo'r. Mardon aka, bu joy menga rosa ham yoqdi. Tug'ilgan kunim shu yerda nishonlayman. Agar Dilfuza tug'ilgan kuningizni shu yerda nishonlasangiz, sizga 15% mehmonlaringiz uchun 10% skidli karta berishar ekan. Buncha zo'r. Mazir Farg'ona shahar festivalidan a'lo marketga ketaverishda 10 qo'lda. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laning.